Lola opamning sevimli produkti bu. Rumyana. Hozir lyuksoviy rumyanalar haqida gaplashamiz. Davay, ketdik. Nars. 6-o'rin bo'lsin. 5-o'rin. Yomon emas. Oldin ishlatganman, hozir ishlatmayman. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana ham yoqadi. Lekin juda ham ob'yomi kichkina, narxi baland. Bu 8-o'rin. Men uchun ham 8-o'rin. Keyingi brend Gucci. Kichkina ob'yomi, narxi baland, no pigmentnosti juda ham yaxshi. Bu 7-o'rin. Men uchun ham 7, chunki undan ham yaxshiroq brend tanlasa bo'ladi, sal arzonroq narxga. Hermes. U prinsipi yomon emas, no narxi juda ham baland. Bunaqa narxga 2-3ta даже lyuksoviy boshqa brendlardan tanlasa bo'ladi. Shuning uchun bu 10-chi men uchun. 9 bola qolsin. Charlotte. Hamma ranglarini yig'gandim bir kolleksiya qilib. Hozir уже kam ishlatyapman. Boshqa lyubimchiklarim bor. Shuning uchun o'rni bo'sh bo'lsin, 4 bola qolsin. Men uchun 1-o'rin, ayniqsa jidkilar yoqadi, yuzga zo'r yotib beradi. Dior Backstage. 3 bola qolsin. Men uchun ham 3-o'rin, Hourglass. 2-o'rin bo'lsin. 4-o'rin. U ham yoqadi menga. Patrick Ta. Patrickdagi 5-o'rin bo'lsin. Atak menga juda ham yoqadi. Teparoq ham qo'yardim. Men uchun ham 6. Anastasia. Anastasia dostoyni 10-o'rinni oladi, chunki уже 1000 yildan beri ishlatmayman. Устаревший variant. Da. 10. Meniki 9 qo'ygan, 9 ga qo'yamiz. Givenchy. Givenchy yoqadi, rosa ham рассыпчатыйsi, juda ham pigmentированный, объёми juda ham ancha yillarga yetadi. 1-o'rin bo'la qolsin. Men uchun 2-o'rin, тоже любимчикlardan bittasi. Endi byudjetni variantini ham qilamizmi? Давайте, unda keyingisida qo'yamiz, faqat bizga ko'proq komment kerak. И like bosinglar, обязательно. Biz shundan vdохновляться qilib, yana olgimiz keladi. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.